Ko'pchilik gapiryapti, qo'li kam chiqaryapsizmi bir reklamaga tanlayman to'g'risini aytsam. Chiqarganga yarasha yaxshi narxdan bo'lishi kerak, qurilmasi ham normalniy bo'lishi kerak. Odamni bundoq udivlets qilish kerak. Mana misol uchun mana shunisi. Ko'rasizlar, fasadlari, boloxonalari bilan turibdi. Mahallalar asfalt. Shundoq xo'li kirib kelganimizda uzun bitta mashina qo'yadigan joyimiz bor. 2-3 ta mashina bemalol sig'adi ko'rayotganinglardek. Menga yoqqan tarafi did bilan proyekt qilingan. Xonadonimizni yeri yarim sotuvni tashkil qiladi. Mana bu yerda letniy kuxnyasi bo'lyapti. Ko'rayotganinglardek pastda mana bu yerda yana qo'shimcha sanuzillari bor. Pastda o'sha injenerga qilib qo'yilgan. Ko'rayotganinglardek endi pastki qavatga tushiramiz. Mana bu yerda podvalimiz bo'lyapti. Mana endi eng qiziq joyiga o'tamiz. Mana bu yerimiz mana koridor bo'lyapti. Chapga yurganimizda ko'rayotganinglardek bu yoq oshxona bo'lyapti. Oshxonani mana kattasi bo'lsa zo'r. Kim uchastka qurayotgan bo'lsa maslahatim mana shu oshxonani katta qilinglar. Bir xillar kichkina qilib qo'yishadi. Uchastka nima uchun yaxshi? Mana shu oshxonasi katta bo'lsa vaqtingizni o'tkazib o'sha yerda kuningizni o'tkazib ketaverasiz. Qolgan xonalar o'sha zalda spalniy vazifasini, boshqa vazifasini to'liq bajaradi. Endi kelinglar, mana bu o'sha kiraverish, prixojiy bo'lyapti. Hol hisoblanadi, zal hisobida-da. Endi bu yoqqa o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda mana spalniy xonasi bo'lyapti, ko'rayotganinglar o'rtoqlar. Keyin mana yana bitta detskiy xonasi. Endi bu yoqqa o'tiramiz. Bu yog'imiz o'sha boloxonaga chiqib ketaverish. Bu yoqqa anaqalar o'rnatib qo'yilgan. O'zi sensorli lampalar ko'rayotganinglardek. Endi bu yoqqa o'tganimizda bu yoqda mana boloxonamiz, bitta xonasi, mana bu ham sanuzili. Bu yoqqa o'tganimizda yana bitta xona bo'lyapti. Общий 5 ta xonali bor, to'g'ri ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. 150 ming dollar so'ralyapti. Yana joyida kelishiladi. Manzilga keladigan bo'lsa, Xonobod 12-bekat metro yonida. Xonobodda ichkarisi emas, Xontepa mahallasi. E'tibor uchun rahmat.